Akalar, kech bo'lishiga qaramasdan mana jononni silay ko'rsatmasam bo'lmaydi. O'sha jentraga qo'yilgan BYD xanni mana bunaqa noyob rangidan, limited editiondan qaranglar. Mana bunaqa bilak joylari bilan boru. Bashti birga bir qaranglar. Apshipkalarigacha xuddi o'zini ko'jasidan qilib, napa ko'jadan qilib berganmiz, qaranglar. Orqa rostakasini biznes klass, akalar. Biriga bir tushgan. Bez zazor, bez stik, xudo xolasa. Orqada ham ko'rasizlar, katta joy qolgan. Oldiga bitta nazar solamiz, akalar. Mana qaranglar. Massaj, abdu, paragraf, nima navor uchun narsalari borki, hammasini ulab berganmiz. Malibu 2 bar, Malibu 2 rul, Malibu tablolar, xullas, mashinaga ancha mehr berilgan ekan. Orqadagi odam ham bemalol qaraydi akalar. Orqadagi sidinani bemalol oldi-orqaga yurgizib, bemalol rostagasin komfort, rostagasin biznes klass bo'lgan akalar. Salon bor. Qaranglar, zo'r chiqqan-a. O'zimga ham yoqib ketyapti. Bab jentraga borib, liboy narsa kirib ketib qoladi, qaranglar mana. Go'zalligiga qaranglar. Birinchi o'rinda aytaman, har doim birinchi o'rinda buni komforti. Komforti o'tirganingizda yo'q sezasiz. Ikkinchi o'rinda salonda turish asosiyasi. Bizda bilasizlar, BYD xallarimizni eskirog'i ham bor, massada qochga korobkadan yechib beramiz. Yengilari ham bor. Aloqaga chiqib olasizlar akalar. Komfort uzubi xudo xolasa xizmat beradi. Kelsanglar inshaalloh chiroyli qilib, xuddi o'zimizning mashinamizga mehr berganda mehr berib, ishlarni a'lo darajada bitirib beramiz akalar. Sog' bo'lasizlar. Yoqqan bo'lsa o'zingizlarning fikringizni kommentariyada qoldirasizlar. Salomat bo'linglar.